eng arzon vodiy kanalimizda arzon narxda Hyundai Sonata avtomashinamiz keldi. 2.5 motorda 5-pozitsiyasi bu. Bitta lyuk yo'q xolos. Qolgan joylar tiniq va ideal holatda. To'rtta Nexon bola diskalari ham zo'r holatda. Oldi полностью broneplyonka qildirilgan ekan. Shu joygacha tomini ham broneplyonka qildirishgan ekan. Beskichli do'stlari 360lari balanslari ham akkuratni. 2022-yil 73 ming probegda. Hashkalari tiniq holatda. Полностью laminat qildirilgan. Kojinli chekollari, furilari, benzinda harakatlangan boshamiz. Qator hashkalari ham zo'r holatda. Antiradarini nichosligida egalari. Ayol kishi haydaganligi uchun shu bitta eshikni shu joyda sizdirib olgan ekan, darvozaga olib kirib keldi, darvoza chizgan ekan. Qolgan joylari top-toza, motor hadovalarda umuman ishlar yo'q. 2.5 motorda Urgov tanaroq ruxsatlargacha bor ekan. Qolgan joylari top-toza, o'zini uchun ham ko'rib tekshirib, keyin atasida pulni berasizlar. Motor hadovalarda ham umuman ishlar yo'q. Tayyor mashina. Briko generalniy ham sразу narxi ham zo'r narx bo'ldi. $19,700 ga bera olamiz ma'lumot chiqishdan Namangan shahri.